Assalomu alaykum Yusuf. Assalomu alaykum amaki. Biz yangi uyga ko'chdik. Oho, zo'r-ku. Yangi uying juda ham chiroyli ko'rinyapti. Qani, uyingda bir aylantirishim yana. Yuring uyimizni ko'rsataman. Bu bog'. Tashqarida mazza qilib o'ynashing uchun yam-yashil joy. Bu o't. Ha, o't hovlida. Bu tom. Bu uyning tepasi. Uyni yomg'irdan, qordan asraydi. Bu devor. Uyni o'rab turadi. Bu pochta qutisi. Xatlar va gazetalarga. Bu oyna. Derazadan tashqariga qaraymiz. Bu zina. Yuqoriga yoki pastga chiqamiz. Bu eshik. Shu yerdan uyga kiramiz. Bu eshik qo'ng'irog'i. Bostirsa, uydagilar biladi mehmon kelganini. Bu mehmonxona. Mehmonlarni kutib olamiz. Bu gul tuvagi. Gul ekiladigan idish. Bu kutubxona. Kitob o'qiydigan xona. Bu parda. Derazani yopish uchun. Bu chiroq. Yoritish uchun. Bu javon. Kitob va buyumlar uchun. Bu oshxona. Bu yerda ovqat tayyorlanadi. Bu yotoqxonasi. Bu esa uxlash uchun xona. Bu hojatxona. Bu ham zarur joy. Bu hammom. Cho'milish xonasi. Bu garaj. Mashina turadigan joy. Yusuf, endi kichik o'yin o'ynaymiz. Men bir uy qismini nomini aytaman. Sen esa uni uy ichidan topib, menga ko'rsatasan. Tayyormisan? Ha, tayyorman. Qani? Avval oshxona. Mana shu yer oshxona. Zo'r, barakalla. Endi kutubxona. Mana bu yer kutubxona. Ajoyib. Topding. Endi pochta qutisini ko'rsat.
Mana bu pochta qutisi. Bunga xatlar solinadi. Yaxshi. Barakalla. Yusuf, uy qismlarining nomlarini eslab qoldingmi? Qani, o'zing aytib chiqa olasanmi? Ha, amaki, eslab qoldim. Bog'. O't. Tom. Devor. Pochta qutisi. Oyna. Zina. Eshik. Eshik qo'ng'irog'i. Mehmonxona. Gultuvagi. Kutubxona. Arda. Chiroq. Javon. Oshxona. Yotoqxonasi. Hojatxona. Hammom. Garaj. Qalay amaki, yangi uyimiz sizga yoqdimi? Ha, Yusuf, juda katta va chiroyli ekan. Har yer bo'lali. Keyingi darsda yana ko'rishamiz. Ha, yedi bolalar.